2025-yil 23-27 sentyabr kunlari Nyu-York shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida Bosh Assambleyaning 80-yubiley sessiyasining umumiy muhokamasi bo'lib o'tdi. Tadbirda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo 193 ta davlat va 2 kuzatuvchi davlat vakillari, jumladan 89 ta davlat rahbarlari ishtirok etishdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti sessiyasida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari ham so'zga chiqdi va shu bilan birga boshqa davlatlar rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazishdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shtab-kvartirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va AQSh prezidenti Donald Trampning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tramp O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatladi va O'zbekiston rahbarining Amerikaning 50 dan ortiq yirik kompaniya va banklari rahbarlari bilan uchrashuvlari va muzokaralari natijalarini yuqori baholadi. Mirziyoyev Trampga uchrashuv uchun va mojarolarga barham bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. Uning ta'kidlashicha, hech kim Nobel mukofotiga u kabi loyiq emas. Mirziyoyevning amerikalik ishbilarmonlar bilan uchrashuvdan so'ng umumiy qiymati 100 milliard dollardan ortiq bo'lgan shartnomalar va investitsiya loyihalari portfeli shakllantirildi. Shu jumladan O'zbekiston 8 milliard dollarlik Boeing samolyotlarini sotib olishga kelishib olishdi. Bu kelishuvlar Tramp ma'muriyatining Markaziy Osiyo bilan iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish va Xitoyning mintaqadagi ta'siriga qarshi kurashish borasidagi sa'y-harakatlari fonida tuzildi. Bugungi kunda Amerika o'zining ochko'zligi va dunyo taqdirini nazorat qilish istagi bilan tanilgan qobiliyatsiz odam tomonidan boshqarilmoqda. Tramp G'azodagi musulmonlarni yo'q qilayotgan yahudiy vujudini ochiqdan ochiq qo'llab-quvvatlaydi. Musulmon davlatlari hukmdorlari esa bu islom va musulmonlar dushmanini rozi qilish uchun Trampning marhamatiga intilishyapti. Amerika islomga qarshi kurasha olmaydi, magar xiyonat botqog'iga botgan buzuq hukmdorlar uni qo'llab-quvvatlamasa. Islom ummati bugun har qachongidan ham ko'proq islom shariati asosida va musulmonlar manfaati yo'lida hukmronlik qiladigan taqvodor hukmdor boshchiligida o'z davlatini barpo etishlari zarur. Bu faqat Allohning va'dasi va Rasuli sollallohu alayhi va sallamning xushxabari bilan bo'ladigan ikkinchi Roshid xalifalikning qayta tiklanishi orqaligina sodir bo'ladi.